Quvalik yosh iqtidorlar to'g'risidagi videolarimizni davom ettiramiz. Bu galgi qahramonimiz Akbarobod farzandi, vrach, dermatolog, trixolog Farruxbek Yoqubov. Farruxbek 1994-yilda Quva tumanida tug'ilgan. U boshlang'ich ta'limni 62-idumida olib, ta'limning bakalavr va magistratura bosqichlarini Toshkent pediatriya institutida tamomladi. 2024-yilda Gruziyaning Tbilisi shahridagi Kani klinikasida trixologiya yo'nalishi bo'yicha malaka oshirdi. 2025-yilda esa Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida lazer texnologiyalari bo'yicha amaliy malaka oshirish kurslarida qatnashdi. Hozirda u Belgiyaning Radeski klinikasining Farg'ona shahridagi O'zbekistondagi yagona filialida teri kasalliklarini diagnostika qilish va davolash, soch kasalliklari va trixologik muammolar, soch va soqol ekish amaliyotlari, bolalar dermatologiyasi kabi yo'nalishlarda faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, u o'z bilimlarini mustahkamlash va chuqurlashtirish maqsadida Farg'ona jamoat salomatligi institutida talabalarga dars berib kelmoqda. Farruxbekning hayotdagi missiyasi chuqur bilimga tayangan holda professional faoliyat yuritib, kuchli shaxsiy brend qurishdan iboratdir. Aytingchi, siz shunaqa mutaxassisimiz borligini bilarmidingiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring.